Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Part 1 Sefardi imtihonlarida o'quvchilarda %100 topa oladigan skill malakani o'rgatib qo'ymoqchiman bu video orqali. A, Bu darajada asosan, ya'ni talab qilinadigan daraja B1 bo'lishi yetarli yoki A2 faqat reading comprehension ya'ni readingni tushunish qobiliyati bo'lishi talab qilinadi. Daraja B1 bo'lmasa ham A2 da readingni o'qib, tekst o'qib ma'nosiga tushuna olishi kerak. Demak, boshladik do'stlar. Birinchi nima qilishimiz kerak? 1, 2, 3 deb 6 ta savol bergan bo'ladi. Bu yerda bizga nimalar kerak bo'ladi oldindan bilishimiz kerak. Qaranglar, bu yerda gapni boyita kelyapti, demak subject kerak. The most degan so'z keldi. Qaranglar, most demak superlative adjective kerak. Chunki which kept bu yerda verb kelgani uchun demak bu yerda subject qo'yilishi kerak uchinchiga. White oq sifat bo'lgandan keyin noun kelishi kerak. Their ularning bu ham adjective pronoun, bundan xabaringiz bor. Adjective pronoundagi albatta noun kelishi kerak. Noun. Grasslands ning qo'shimchasi bilan kelyapti. Demak bu yerga ham noun formation can best fit. Endi buning texnikasi do'stlar, agarda qanaqadir gap fe'ling berilgan bo'lsa, Sefar imtihonida albatta uning javobi odatda undan oldingi gapda berilib qo'ygan bo'ladi. Shuni ko'rib chiqamiz hozir. Memphis is a city where Elvis Presley lived for most of his professional life, and though he died in 1977 and has not forgotten him. Him degan so'z turgani uchun birinchi gapda Elvis Presleyni ola olmayman. Buning iloji yo'q. Chunki Elvis Presley him pronounga o'zgarib kelyapti. Demak, bu yerdagi life degan so'z ham bo'lmaydi va he degan so'zni o'zi ham he had not forgotten him. U uni unutmagan, ya'ni o'ziga o'zi nisbat bo'lib qolyapti. Shuning uchun bu yerda ikkita so'z bor. Memphis yoki bo'lmasam city. A city has not forgotten him. Agar city qo'ymoqchi bo'lsam, bu yerdagi the artikli ishlatilgan bo'lishi kerak edi. Bu yerda the artikli yo'q. Chunki bu yerdagi the city biz izlayotgan javob emas. Hop, Memphis olamiz. Va shu yerga joylaymiz. Memphis degan so'z tushadi. Mana. Memphis has not forgotten Memphis, ya'ni shaharni nomi unutgan. On the contrary, lekin America's most famous rocker has become the city's most birinchi aytib o'tdi, birdan oltigacha ko'rib chiqayotganda most degandagi sifat qaysi olamiz deganda most professional. Qaranglar, bundan oldingi gaplar, bundan oldingi professional degan so'zimiz kerak. It is most professional son bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam the most famous so'z kelyapti. Professional and famous. Qaysi birini olgani ma'qul? Nima deb o'ylaysizlar? Professional son, professor. Lekin qaranglar, bu yerda aytib o'tirganda odatda eng zo'rini tanlaymiz va eng zo'ri ma'no jihatidan ham famous degan so'z tushyapti. Demak, famous degan so'zni bu yerda ishlatamiz. Agar famous degan so'z berilmaganida edi, professional degan so'z eng zo'ri bo'lgan bo'lar edi. Hop, 3. And beside the highway 51 just south of the city is Graceland. This is the house which Elvis bought after he became a star. Which shu yerga o'lgunicha saqladi. Demak, kimdir saqladi. City qo'ymoqchi bo'lsangiz the yana qolgan. Graceland kept till the day he died. Bo'lishi mumkin ekan. Graceland, the house tushmaydi, chunki bu yerda the and Elvis. Graceland, house, Elvis. Yana qanday so'z bo'lishi mumkin? Star bo'lishi mumkin. Which star? Star captain endi ma'no chiqmaydi. Yulduzni qo'yadigan bo'lsa, bu yerda ikkita zo'r so'z bor ekan. Graceland and Elvis. Bought after he became a star. Yulduz bo'lgandan keyin sotib oldi. Demak, sotib olgan odam kim bu? Elvis. Shuning uchun o'lgunicha uni saqladi. O'ziga nisbatan ishlatilyapti. Elvis.
Today it belongs to his daughter Lisa Marie, but is run as Elvis Presley Museum. Shu yerda lug'atni ham aytib ketdi. Run degani boshqarmoq degani. Run. Biz yugurmoq ma'nosini bilamiz, lekin bu yerda passive voice kelmoqda va run ma'nosi yugurmoq ma'nosida ishlatilyapti. The second most with house in the USA after the White. Like the second most with house. The White endi mashhur bo'lgani uchun o'ylamasdan house olamiz, chunki White House degan oq uy degani bilamiz buni. Bunimiz aniq %100 mos keladigan so'z. People who work at Graceland seem to be some of the Elvis' biggest fans. They live and embrace Elvis. Ho'p, bu yerda oldingi so'z yana gapga qaraymiz. Their ularning live ko'plikda, demak ko'plikda keladigan so'z bo'lishi kerak. Their people live ularning odamlari desak bo'ladi. Kimning odamlari? Ularning. Endi bu yerda mafiya va boshqa narsa bor, shuning uchun ularning odamlari ma'nosi to'g'ri chiqmagan. Graceland ham tushmadi. Chunki ularning Gracelands birlik bo'lib qolgani uchun bu yerda lives emas, live demak ko'plik bo'lishi kerak. Va o'z-o'zidan bu yerda fans degan so'z qoladi. Fans. Fans degani muxlislar degani bilamiz. They along Elvis on the music system and as visitor are taking around in Gracelands. Qaranglar, bu yerda ham noun kerak. Gracelands Elvis their guys. Graceland Elvis qo'yib bo'lmaydi, chunki Elvisni bir marta ishlatdik. Adashma 3-mana ko'rib turibsiz, 3-chisida ishlatdik, bir marta ishlatganimiz aytadi. Xo'p, Del the cafe degan so'z bor ekan. Cafe degan so'z bor. And system degan so'z bor ekan. Endi on the music system, musiqa sistemasida Elvis Presleyni uzoq muddat qo'yiladi deyilyapti, lekin olib u yerni ko'rsatib o'tadi, aylantirib chiqishadi yoki tanishtiradi ma'nosida sistemaga nisbatan emas. Bu albatta kafega nisbatan olinmoqda. Xo'p, do'stlar, bu yerda sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsa, bu hozir ko'rayotgan jarayonimizni miyamizdan tezlik bilan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. O'qib ketayotganimizda mana shu so'z bo'lishi mumkin degan narsani ham oldindan qo'yib, miyamizda joylab ketishimiz kerak. Sizlar bilan sekin analiz qilib birgalikda ishladik, lekin bu narsani tezlik bilan ishlash har bittasiga eng kamida aytaylik 30 sekund, 40 sekund sarflasangiz, qolgan seferning qolgan reading qismlarida vaqt ko'p bo'ladi va analiz qilishingiz ham vaqt yetarli bo'ladi degan umiddaman. Sizlar bilan Bobur Mirzo. Kanalimga subscribe bo'lishni unutmanglar, sababi bundan sizlarni bundan ham qiziqarli videolar kutmoqda. Albatta, seferning barcha reading sectionlarini ko'rib chiqamiz. Mening asosiy maqsadim o'quvchilarda aynan reading darajasini yuqoriga ko'tarish.